Yangi yil bayramiga sanoqli kunlar qoldi. Ushbu quvonchli sana munosabati bilan Surxondaryo viloyatida aholiga bayramona kayfiyat bag'ishlash, ko'tarinki muhit yaratish maqsadida keng ko'lamli va yuqori saviyadagi konsert dasturlari tashkil etilmoqda. Joriy yil viloyatning bosh Yangi yil archasi Termiz tumanidagi bunyod etilgan Yangi O'zbekiston Mavzevi amfiteatri maydoniga qayd rostlab, 20-31 dekabr kunlari yurtimizning taniqli san'atkorlari ishtirokidagi bayram konsertlari bilan tomoshabinlarga quvonch ulashadi. Konsertlar taqvimi: 20 dekabr O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitova, 21 dekabr O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda, 22 dekabr Osmon Navrozov, 23 dekabr Gulinur, 25 dekabr Hamdam Sobirov, 26 dekabr Jasur Mavlonov, 27 dekabr Janob Rasul, 28 dekabr Sardor Mamadaliyev, 29 dekabr Ulug'bek Yo'lchiyev, 30 dekabr Sevinch Ismoilova, 31 dekabr O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jahongir Foziljonov Fojialar guruhi. Manzil Termiz tumani Yangiobod mahallasi sobiq ipodrom hududi Yangi O'zbekiston massivi amfiteatrida. Surxondaryo haqidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Jonli Surxon kanalimizga obuna bo'ling.